Qo'limdagi o'sha Eron risolchasi deyiladi. Уже ko'ryapsiz, qanday farqi bor. Shunaqa grubiy holatda urilgan pachoqda sizga qanaqa holatda, qancha vaqtda bitishi, qanchalik darajada sifatli bo'lishi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoda oxirigacha ko'rib tursangiz, o'zingiz guvoh bo'lasiz. Qarang, 12 mashinamizni oldi kirli o'zi aslida zamin bo'lib ketadigan holatda, lekin shunga qaramasdan hozir texnologiya, ustalar o'z ustida ishlagan hisobiga bundan grubiy holatda pachoqni ham to'g'rilashning imkoniyati bor. Ikkita eshigi urilgan, kira singan joylari ham bor. O'sha aytganimdek, sizga mabodo qiziq bo'ladigan bo'lsa, 0 dan 10 gacha deylik, misol uchun kosmetikalari bilan qanaqa holatda, eng asosiysi finish, rezultat qanaqa holatda bo'lishligi uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoda oxirigacha ko'rib tursangiz, o'zingiz ishimizga baho berasiz. Qo'limdagi o'sha Eron risolchasi deyiladi. Endi ustalar tilida, xalq tilida o'sha 3 ta nomi bor. Misol uchun mirxilgilar, changlatadigan mirxilgilar, chaqchuqam deydi. Bu nima kerak deydigan bo'lsangiz, mana shu eshikda, burchakda grubiy pachoqqa, misol uchun kurchoq yordamida ko'taradigan bo'lsangiz, kurchoqda misol uchun sizga nisbatan tushunarli bo'lishligi uchun o'sha ko'ryapsiz, qanday farqi bor. Bu degani endi kurchoqda o'zida ko'taradigan bo'lsak, kichikroq ob'yem ko'taradi degani. Lekin orqasida do'stib zo'r bo'lgandan keyin imkon qadar birinchi etap, ikkinchi etapini grubiy holatda ko'tarish uchun, misol uchun shu Eron risolchasi ishlaydi. Orqasida do'stib bor, buni ham misol uchun ko'ryapsiz. Grubiyroq, nisbatan sal kattaroq vannani olib chiqib beradi degani. Sening sababi o'sha hozir aytganimdek, eniga bu 50 lik hisobiga juda kattaroq ob'yemda birinchi etap, ikkinchi etap formani, lampani, ya'ni o'sha formasini, vannani keltirib olishlik uchun shunaqa grubiy holatda birinchi etaplarda ko'tarib olinsa, nisbatan shagrin chiroyli chiqadi. Mana shu katta pachoqda, mana shu poni Eron risolda o'zida ko'tarib oldik. Hozir sizga naborot kurchoqni olib ko'rsataman. Kurchoqni solyapmiz. Andan oling. Ko'ryapsiz, nisbatan sal uchliroq, ya'ni o'sha shagrincha ko'paytirib beryapti. Buni farqi shu. Birinchi etapda buni grubiy ko'tarib olishlik uchun Eron risolda o'zida ko'tarib olinadi. Taxminan 1,5 sm joyda o'zi ko'tariladi. Misol uchun o'sha do'stub instrument tushishiga qarab, birinchi etapdan keyin sekin-sekin kurchoqda alishtiraverasiz. Ya'ni o'sha vannaga moslab, orasida o'sha kichkina vannalarga moslab turib ko'tarilaveradi. Ikisi ham ishlarni tugatib oldi akalar. Eslaringda bo'lsa, endi eng grubiysi mana shu oldi qanotli, sababi u raqada endi narxni cho'zigan edi. Endi maksimal darajada endi ish jarayonlarini ham qo'yishga harakat qildi. Endi bu kirasi ko'chgan joylarni endi hamkasblarimiz kosmetika qilindi, to'ldirildi radnoyga. Endi shu holatda deyarli menimcha narxiga oshiqcha ziyon bo'lmasa kerak. Sababi endi buni 10 shpekilga olib separilmadi. Endi radnoy qoldirishga harakat qildik. Hattoki endi hozir videoda ham harakat qilamizki, rengen fonarda mana ko'rishlari mumkin, qaysi joyda o'zi kosmetika qilingan. Hattoki lampada ham shagrin gulini ko'rib olishlari mumkin. Ko'ryapsiz?
qanchalik darajada holatiga yarasha qanaqa holatda bo'lib chiqdi. Endi menimcha sizlarga yoqsa kerak. Agar sizlarga yoqadigan bo'lsa shu videoga endi like bosib, meni ko'proq tanishingizga jo'natib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab olsangiz, xudo xolasa bundan keyingi videoda ham imkon qadar sizga foyda tegadigan holatda qilib, qanaqa holatda bitkizishlarni yoritib borishga harakat qilamiz. Vaqtingizga rozi bo'linglar.